Assalomu alaykum. Men Amerika ovozi muxbiri Washingtondan Qasim Abdurim Qashqar. Amerikada Demokratchilar partiyasi va Cumhuriyetchilar partiyasidan iborat ikki partiya ko'p sonli partiyalar hisoblanadi. Bugungi bu sonda biz ana shu ikki partiyalarning biri bo'lgan Demokratchilar partiyasining tarixiga nazar solamiz. Agar bu mazmun qiziqsangiz, diqqatingiz tavandagi programmada bo'lsin. Demokratchilar partiyasi texnik kuchli federal hukumatning bo'lishini va shundaqla olg'a ilgariltiradigan ijtimoiy siyosatlarni qo'llash tarafdori bo'lish bilan tanilgan. Lekin bundaq tonilish partiya qurilgandan buyon shundaq edi deganlik emas. 1792-yilda davlatni qurg'uvchilardan Thomas Jefferson va James Madison keyingi vaqtlarda hozirgi Demokratchilar partiyasiga aylangan Demokratik Cumhuriyetchilar partiyasini qurgan. O'z vaqtida ular federal hukumatning rolining kichikroq bo'lishini va demokratiya jarayoniga texnik ko'p kishilarning ishtirok qilishini umid qilgan. 1829-yili prezident Andrew Jackson bu prinsiplarni kengaytgan bo'ldi. Shu orqali u federal hukumatning kuchini kichikiltishni hamda saylovga qatnashuvchilarning faqat yer zamin egillari bo'lishdan iborat reallikni o'zgartib, barliq ijtimoiy va iqtisodiy tabiqqiga tava bo'lgan aqtalliklarning saylovga qatnashuvchi bo'lishini umid qilgan bo'ldi. Keyingi 41 yilgacha, ya'ni toki 15-numurliq tuzitish loyihasi ma'qullanganga qadar qora tanlik erlar saylovga qatnash huquqiga erishgan emas. Yani shundaqla keyingi 91 yilgacha, ya'ni toki 19-numurliq tuzitish loyihasi ma'qullanganga qadar ayollar saylovda bilet tashlash huquqiga erishmagan. Hamda oradan 136 yil o'tib, qora tanliklarning saylovga qatnashishdagi to'solg'ularini butunlay chiqarib tashlaydigan bilet tashlash huquqi qonuni ma'qullangan. Andrew Jacksonning xalqchilikni targ'ib qiladigan prezidentlik saylov harakati eshakning Demokratchilar partiyasining simvoli bo'lishiga asos solgan. Chunki uning johil xarakteri va odatli fuqarolarning huquqini targ'ib qiladigan saylov shuarlari uning raqiblarining uningga eshak degan laqabni qo'yishiga sababchi bo'lgan. Va keyin bu laqab Demokratchilar partiyasining vakillik simvoliga aylangan. 1860-yili ichki urush arpasida shimol va janubdagi demokratchilar orasida qulluq tuzum va Amerika Qo'shma Shtatlarining ittifoqligini saqlab qolish qatorliq masalalarda o'zaro qo'shilmasliklar tufayli jug'rafiyalik jihatdan ikkiga bo'linib ketgan. 1865-yili janub taraf ichki urushda mag'lub bo'lganda Demokratchilar partiyasi bir qancha avlod o'zining siyosiy ustunlik o'rnini yo'qotib qo'ygan bo'lib, ayni vaqtdagi prezident Abraham Lincoln vakillik qilgan Cumhuriyetchilar partiyasi bo'lsa, siyosiy sahnada ustunlikni egallagan. 1912-yilga kelganda ichki urush oxirlashgandan buyangi tunji janub demokratiyasi prezidentlik saylanganda bu partiya texnik olg'a ilgariltiradigan islohot tarafdoriga aylangan. Prezident Woodrow Wilson federal emgak qonunini kuchaytgan hamda 1920-yili tasdiqlangan ayollarning saylov bileti tashlash huquqini qo'lga keltirgan. 1929-yildagi buyuk iqtisodiy krizisdan keyin Demokratchilar partiyasi prezident Franklin Roosevelt boshchiligida siyosiy ustunlik o'rnini asli keltirgan. U yangi kelishim deb atalgan bir yurish programmalar orqali federal hukumatning rolini texnik kengaytgan. Nurg'un qora tanlik saylovchilar Rooseveltning yuqorqi siyosatlari sababidan Demokratchilar partiyasi tarafiga o'tib ketgan. Demokratchilar keyingi 50 yilda siyosiy ustunlikni saqlab kelgan bo'lib, bu jarayonda partiya ijtimoiy siyosatlarda texnik so'lchilikka qarab yo'l tutgan. Oldingi asrning 60-yillarining o'rtalarida prezident Lyndon Johnson fuqarolik huquqi qonunini ma'qullagan. Shundaqla hukumatning cho'ng ijtimoiy farovonlik programmani ma'qullab, janubdagi ko'plagan aqtallik demokratchilarning partiyadan yiroqlashishiga hamda ularning Cumhuriyetchilar partiyasiga qo'shilishiga sababchi bo'lgan. Yaqinqi necha 10 yilda Demokratchilar va Cumhuriyetchilar partiyasi prezidentlikni almashib kontrol qilish hukm surib keldi. Tunji qora tanlik prezident shundaqla demokratchilardan bo'lgan prezident Barack Obama Obamacare, ya'ni Obama parvishi deb tanilgan chiqish qilg'ili bo'ladigan saqliq sug'urta qonunini ma'qullash orqali hukumatning xalq saqligini saqlashdagi rolini kengaytgan. Prezident Joe Biden COVID tarqalishchan virusi mezgilida vazifaga o'ltirganda u va parlament a'zolari 1 trillion 800 milliard dollarlik COVID qutqizish yordamini tasdiqlagan hamda 1 trillion 200 milliard dollarlik ul aslaha qonuni loyihasini va klimat tashabbusi uchun 369 milliard dollarlik iqtisod chiqarishni ma'qullagan. Yuqorida biz Amerika Demokratchilar partiyasining tarixiga nazar solib chiqdik. Kelarki sonda biz Cumhuriyetchilar partiyasining tarixi to'g'risida to'xtalamiz. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'ling, xayr xo'sh.